Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitayning quyosh energiya mahsulotlarida maxfiy aloqa uskunasi bayqaldi. Amerika mutaxassislari Xitoyda ishlangan bir qism quyosh energiya mahsulotlaridan yoshirin aloqa uskunasi bayqagan bo'lib, bu Xitoyning josuslik harakatlari haqida qayta andisha qo'zg'adi. Ahvoldan xabardor ikki kishining Reuters agentligiga aytishicha, ruxsati bo'lmagan, xotirlanmagan yomon g'arazlik xabarlashish uskunasi Xitoyda ishlangan bir qism quyosh energiyasi mahsulotlarida, jumladan invertor va batareyada bayqalgan. Amerika mutaxassislari elektr to'riga ulangan Xitoyda yasalgan invertorlarni chuvganda mahsulot loyihasiga kirgizilmagan aloqa uskunalarini bayqagan. Bu uskunalar yana bir qancha Xitoy ta'minlaguvchining batareyasida topilgan. Gerçi bu haqda konkret son va marka oshkorlanmagan bo'lsa-mu, ammo manbalar Reuters agentligiga bu uskunalarning to'rg'a suqunib kirish xavfi borligini va energiya bexatarligiga ig'ir tahdid elib keladiganligini aytishgan. Xabarda mazkur arvoh xabarlashish uskunalarining mudofaa sistemasini aylanib o'tib, yiroq masofalik xabarlashish yo'llarini echishi mumkinligi, bu Xitoyga o'xshash yomon g'arazlik taraflarning qayta hosil bo'ladigan energiya aslahalarini kontrol qilish, taqash yoki buzishiga yo'l echishi mumkinligi, elektr to'riga texmo kuchli tahdid elib kelishi mumkinligi ilgari surilgan. Agar hakkerlar bu yoshirin aloqa yo'llari orqali kontrolga erishsa, ular uskunaning tangishini yiroqdan o'zgartira oladi ekan. Hatto butkul tok chiqarish sistemasini taqab cho'ng ko'lamlik tok to'xtab qolish yoki energiya bilan ta'minlashning uzilib qolishini keltirib chiqaradi ekan. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchixonasining bayonotchisi bu haqdagi ayblashni inkor qilib, biz davlat bexatarlik hukumining kengaytirilishiga va Xitoyning ul aslaha sohasidagi muvaffaqiyatlarini burmalash va tuhmat qilishga qarshi turamiz deb jar solgan. İstanbul Üniversitesi'de Şarkı Türkistan üçün namoyish o'tkazildi. İstanbul Üniversitesi yetim ballar üçün planlangan faoliyatni Uyg'ur ballar sababli amaldan qoldirgandan keyin o'quvchilar norozilik namoyishi o'tkazdi. İjtimoiy taratqularda tarqalgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, insonparvarlik yordam klubi tashkillagan mazkur faoliyat uchun bir oy burun rasmiy ruxsat e'lingan bo'lsa-mu, mazkur faoliyatga qatnashadigan yetim bolalar ichida Sharq Turkistonlik bolalarmi bo'lganligi uchun maktab boshida Uyg'ur bolalarining bu faoliyatga qatnashmasligini talab qilgan. Ammo bu talab o'quvchilar tomonidan qabul qilinmaganligi uchun faoliyat bir kun burun maktab doiralari tomonidan amaldan qoldirilgan. O'quvchilarga yetkazilgan uchurda Xitoy bosh konsulxonasi bilan diplomatik krizis ko'rilishi mumkin degan bayonlar bor bo'lib, undan boshqa Sharq Turkiston bayrog'ini ishlatishga ruxsat qilinmaydiganligi o'tirg'a qo'yilgan. O'quvchilar 4-oyda klub uyushtirgan G'azza va Sharq Turkiston nomli yig'inning maktab mudiri tomonidan to'sqinlikqa uchraganligini eskartgan. U vaqtdagi ko'rsatilgan sababmi o'xshashlik Xitoy bilan diplomatik krizis yuz berishi mumkin deganlar bo'lgan. Universitetning bu qaroridan keyin o'quvchilar klubi juma kuni maktab hovlisida qo'llarida qotil Xitoy İstanbul Universitetidan yo'qol degan lozungini ko'targan holda namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. O'quvchilar universitetning asosliq majburiyatining fikr erkinligi va ilmiy mustaqillikni qo'g'dash ekanligini eskartib, İstanbul Universitetini boshqa davlatning talabiga bosh egdi deb ayblagan. Bayonotda boshqa bir davlatning bu xalq va universitetning ichki ishlariga aralashish darajasi bizning davlat sharafimiz va universitetning inovati bilan sig'isha olmaydi. Sharq Turkiston bayrog'i universitet ichida davomli lapildab turadi. Biz Sharq Turkistonni qo'g'dashdan voz kechmaymiz degan mazmunlar o'rin olgan. O'quvchilar yana İstanbul Universiteti mudiri Osman Bülent Zulfiqarga bevosita xitob qilib, chet el davlatining talabi qanday qilib Turkiya universitetini boshqarishga yetakchilik qildi. Mudiriyatimiz o'z o'quvchilarini qo'g'davatamdi yoki zolim Xitoy hokimiyatining manfaatini qo'g'davatamdi degan. O'quvchilar maktabning pozitsiyasini bosh egish va qo'rqinchaqlik deb sifatlab, Xitoy bilan imzolangan kelishimning bekor qilinishini, cheklash buyrug'ining amaldan qoldirilishini va universitetning Turkiya yoshlarini qo'g'dishini talab qilgan.
Bultur 12 ayda Sakarya Universitetidagi Söz va qalam uyushmasi uyushtirgan Sharq Turkiston temasidagi yig'inmi universitet mas'ullari tarafidan tuyuqsiz amaldan qoldirilgan bo'lib, kuchli norozilik qo'zg'agan edi. Ayni vaqtda o'quvchilar buningga qarshi namoyish o'tkazib, bayonot e'lon qilgan edi. Amerika va Xitoy ikkinchi qatim Koreyada ko'rishdi. Amerika va Xitoyning vakillari tamojnibaga 90 kunlik to'xtatilgandan keyin Koreyada qayta suhbat o'tkazdi. Ammo ko'rishish haqida tafsilotlar berilmadi. Amerika bilan Xitoy orasidagi davomlashayotgan kaskin savdo suhbatida yangi bir qadam besildi. İki taraf vakillari Shveysariyadagi suhbatdan keyin bu qatim Koreyaning Jeju orolida jam bo'ldi. Bloomberg agentligining xabariga asoslanganda Amerika savdo vakili Jamison Greer bilan Xitoyning bosh savdo suhbatchisi Li Chingang payshanba kuni Jejuda ko'rishgan. Ammo yig'inga doir boshqa tafsilotlar oshkorlanmagan. Amerikaning Seuldagi elchixonasi mo ko'rishning mazmuniga munosabatlik bayonot bermagan. Ikki cho'ng iqtisod orasida vaqtliq bo'lsa-mu amalga oshirilgan kelishim o'zaro qo'llanilgan tamojna bojlaridan salbiy ta'sirga uchragan shirkatlar uchun qisqa vaqtlik nafas olish fursati bo'lgan. Ammo bu ahvolning davomli bo'lish bo'lmasligi noma'lum bo'lib, Amerikaning ilgari e'lon qilgandan keyin to'xtatilgan Janubiy Koreya, Yaponiya va Vyetnam qatorliq davlatlarga ta'sir qiladigan tamojna bojlarining yo'lga qo'yilganligi savdo dunyosining kun tartibida turmoqda. Xitoyning rasmiy sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, aprel oyida Amerikaga qilingan eksport oldingi yilga selishtirganda 21% tuvalligan bo'lib, o'xshash mezgilda Amerikadan qilingan importmo taxminan 14% tuvalligan. Bu sonliq ma'lumotlar tamojna bojlarining ikki davlat orasidagi savdo ko'lamiga bevosita ta'sir qilganligini ko'rsatib bergan. Rossiya Ukraina tinchlik suhbati boshlandi. Amerika, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi uch taraflik tinchlik suhbati Turkiya tashqi ishlar ministri Hakan Fidanning sohibxonligida Istanbulda boshlandi. Bu suhbat juma kuni orqama-orqa davomlashgan suhbatlarning tunji bosqichi bo'ldi. Turkiya tashqi ishlar ministrligi manbalarining bildirishicha, Turkiya, Amerika, Ukraina uch taraf suhbati Anqara vaqti soat 10:45 da boshlangan. Orqadan soat 12:20 da Turkiya, Rossiya, Ukraina uch taraf suhbati boshlangan. Her ikki suhbat doim degudek elchixona darajasidagi diplomatik aloqalar uchun ishlatiladigan tarixiy Dolmabog'cha saroydagi prezidentlik mahkamasi ishxonasida o'tkazilgan. Suhbatga Turkiyaga vakolatan tashqi ishlar ministri Hakan Fidan boshchiligidagi vakillar o'maki, Amerikaga vakolatan tashqi ishlar ministri Marco Rubio boshchiligidagi vakillar o'maki, Ukrainaga vakolatan davlat mudofaa ministri Rustam Umarov boshchiligidagi vakillar o'maki, Rossiyaga vakolatan prezident maslahatchisi Vladimir Medinsky boshchiligidagi vakillar o'maki ishtirok qilgan. Vakillar o'makida yana Rossiya va Ukrainaning boshqa yuqori darajalik amaldorlari o'rin olgan bo'lib, bu shaxslar tinchlik suhbatining jiddiyligi va murakkabligini ko'rsatib bergan. Istanbuldagi tinchlik suhbati buningdan keyin konkret qadamlarning besilishiga zamin hozirlab beradigan muhim fursat deb qaralmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. İnşallah erteki programımızı görüşürüz. Aman boğaçlar. Esselamu Aleyküm.